Alloh azza va jalla har bitta narsani yaratuvchi bo'lgan zotdir. Va har bitta ishga Alloh vakildir. Osmonlar, yerlarni 6 kunda yaratdi va Allohning arshi suvning ustida edi. Birinchi bo'lib nima yaralgan degan savolga ulamolar quyidagi tartibda javob berishadi. Imom Ahmad Musnadlarda keltirilgan sahobalardan Ibn Amr Uqayli so'raydi: "Ya Rasululloh, Alloh taolo hali osmon, yerni yaratmay turib o'zi qayerda edi?" Joy masalasi bilan, makon masalasi birodarlar. Qayerda edi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kana fi ama, bo'shliqda edi. So'ngra arshini suvni ustiga yaratdi. Demak, birinchi yaralgan narsa Alloh taoloning arshi suvni ustida yaraldi. Hali yer yo'q, hali osmon yo'q, hali hech narsa yo'q. Allohdan boshqa hech narsa yo'q. Imom Ahmad, Abu Dovud, Termiziy musnadlarda keltirilgan Uboda ibn Somit roziyallohu anhu dan Rasululloh aytadi: "Alloh taolo yaratgan narsalarning eng birinchisi qalam" dedi. Ya'ni yuqoridagi hadisda birinchi arsh deyildi. Bu hadisda qalam deyilyapti. Alloh azza va jalla qalamni yaratdi va unga yozdi. Qalam nimani yozaman? Mana shu koinotda sodir bo'ladigan har bitta narsani yoz dedi. Vajaral qalamu fi tilka sa'a. Ana shu lahzada boshlab koinotda sodir bo'ladigan har bitta katta ishni, kichik ishni qalam nima qildi? Rizqinglarni ham yozib qo'ydi shu yerda. Hali osmon yo'q, hali yer yo'q, inson yo'q, jin yo'q, hech narsa yo'q. Alloh taolo yozib qo'ydi hammaga. Imom Muslimda keltirilgan qaysi bir narsa eng birinchi bo'lib yaraldi degan savolga jumhur ulamolarning fikriga ko'ra Abdulloh ibn Abbosni va Abdulloh ibn Amr ibn Osni quyidagi hadisi hujjat bo'ladi. Alloh taolo mahluqotlarning taqdirini osmon yerni yaratishdan 50 ming yil avval yozib qo'ydi va uning arshi suv ustida edi degan hadisni hujjat qilishadi. Demak, arsh bo'lgan suv ustida, keyin qalam yaratilgan, qalam yozgandan 50 ming yildan keyin boshqa mahluqotlar nima qildi? Yaratildi. Demak, arsh, qalam va hayvon va mahluqot. Eng birinchi narsa qalam yaratildi deganda bu bizning dunyoyimizga taalluqli narsalardan qalam yaratildi. Chunki qalamni biz tasavvur qila olmaymiz qalamni. Lekin uning kayfiyati qanaqa bo'lishini Alloh azza va jalla o'zi biladi. Imom Buxoriyda keltirilgan Imron ibn Husayndan Yamandan bir to'p odamlar kelib Rasulullohdan: "Ey Rasululloh, sizni oldingizga dinni yaxshiroq o'rgangani keldik. Yaralishning avvalida nima bo'lgan edi? Mana shu narsa haqida so'ragani keldik" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdi: "Eng avval Alloh bor edi. Undan avval hech kim bo'lgan emas. Uning arshi suv ustida edi va barcha narsani zikrda, ya'ni Lavhul Mahfuzda yozdi va osmonni yerni yaratdi" deb bergan javobi bizga hujjat bo'ladi. Demak, arsh, qalam, Lavhul Mahfuz va osmon yer undan keyingi mahluqotlar. Bidoyatul xalq, mahluqotlarning yaralish haqidagi ulamolar aytgan so'zi mana shunga asoslanadi. Yetadimi? Yarim soat bo'lib qoldi-da. Odam alayhisalom yarashigacha gapirib qo'yamiz ekanmiz. Mana osmon, yer va boshqa mahluqotlar yaralishi. Imom Ahmad, Imom Muslim rivoyat qilingan hadis Abu Hurayra roziyallohu anhu aytadi: Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedi, meni qo'limni ushlab turib dedi: Alloh tuproqni shanba kuni yaratdi. Tog'larni bozor kuni yaratdi. Daraxtlarni dushanba kuni yaratdi. Kasallik va insonga yoqmaydigan narsalarni seshanba kuni yaratdi. Nurni chorshanba kuni, hayvonlarni payshanba kuni va odamni juma kunini asrdan keyingi vaqtda yaratdi. Shuning uchun juma kuni birodarlar muborak kun. Mana shu bizning dunyoyimizda yaralgan mahluqotlarning eng oxirgisi Odam alayhissalom bo'ldi. Odam alayhissalom asr bilan ana shu shom yoki asr bilan tun orasidagi vaqtda yaratildi. Takadu as-samawati yatafattarna min fawqihinna wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim va yastaghfiruna liman fil ard ala inna Alloha huval ghafurur rahim. Odam alayhissalom yaralishidan burun farishtalar bo'lgan, jinlar bo'lgan.
Mana farishtalarni Alloh taolo juda ko'p oyatlarda nurdan yaratganligini bizga bayon qiladi. Va xalaqal janna min marijin min nar. Jinlarni esa o'tdan yaratganligini bayon qiladi. Demak, rivoyatlarda keladi, mana hadislarda jinlar Odam alayhisalomdan 2000 yil, yaralishidan 2000 yil avval yer yuzida mavjud bo'lgan. Va xalaqtani min nar degan iblis. Ey iblis, nimaga odamga sajda qilishlikdan bosh torting deganda, uni turpoqdan yaratding, meni o'tdan yaratding dedi. Ana shu bir eslik so'ragan ekan bir olimdan. Jahannamda o't bilan azoblar ekan Alloh, shundaymi? Ha, shunday. Ha, jin o'tdan yaralgan bo'lsa, qana qilib uni o'tga solib, o'tni o't bilan azoblaydi deganda, hali olim juda chiroyli javob bergan ekanki, insonni nimadan yaratgan? Turpoqdan. Sen nimadan yaralgansan? Turpoqdan. Yerdan guvarayda olgan ekan. Mana nimadan yaralgan? Turpoqdan. Boshiga burrib qonini chiqarib qo'yib turib, mana qilib azoblaydi degan. Ya'ni jinni qana qilib azoblashiga sizni tashvishingiz bo'lmay qo'yaversin. Parvardigor o'zi biladi qana qilib azoblashligini. Yana bitta so'ragan ekan. Ha, aroq nima uchun harom? Axir uzumdan, boshqa narsadan, tabiiy halol narsalardan olingan bo'lsa, nimasi harom deganda aytgan ekanki, olim bir siqim turpoqni olib turib betingizga chassam, ozor chekasizmi? Ha, yo'q. Ha, bir siqim suvni olib turib betingizga chassam, ozor chekasizmi? Yo'q. Ha, endi o'sha turpoqni suvga aralashtirib, yaxshilab pishirib, quritib turib basharangizga ursam nima bo'lasiz deganda qonaydi degan ekan. Uzum, olma harom emas, ana shu proses akalar. O'sha jarayon harom qilib qo'yapti narsa. Demak, birodarlar, nimaga haromda o'zi asli musulmon so'ramaydi, biz aqidamizga to'g'ri kelmaydi. Alloh harom dedimi, gap tamom. Lekin bunaqa aqllilar chiqib qoladigan bo'lsa, islomda hamma yo'qqa javob bor. Faqat biz bilmaganligimiz uchun so'rayapmiz bu narsalarni. Boshimizga guvala yeb qolishdan burun tavba qilaylik. Alloh taolo mana iblisni jinlardan ekanligini aytadi. Hasan Basriy aytadi, iblis hech qachon farishta bo'lgan emas. Jannatda qanday bo'lib qolgan? Qanday qilib jannatga kirib qolgan edi hali? Mana Ibn Umar va Ibn Abboslardan keltirilgan hadisda aytiladi, jinlar odamdan 2000 avval yer yuzida yashaganlar. Mana shu yerda jinlar yashagan birodarlar. Bu sahih hadisda keltirilgan. Yer yuzida buzg'unchilikni haddidan oshirishgan. Nohaq qonlar to'kkan, gunohni ko'p qilganlarida Alloh azza va jalla farishtalardan iborat qo'shinni tushirdi. Jinlar va farishtalar o'rtasida jang bo'ldi. Farishtalar jinlarni yakson qilib, dengizlarga, okeanlarga, orollarga surib tashladi. Jinlarning yashaydigan joylari ham ana shu dengiz va okeandagi orollar birodar. Sahih hadislarda keladi, iblisni suvni ustida arshi bor dedi Rasululloh. Ana shu suvdan turib, okeandan, dengizdan turib qo'shinini yer yuziga jo'natib turadi. Iblis ana shu jinlarning yer yuzidagi podshohi, uni taxti suvni ustida ashaddan odamlar ustiga yuborishligini qo'shinlari qo'shib yuborish haqida ma'lumotlar bor. Alloh subhanahu va taolo mana Odam alayhisalomni yaratishligi haqidagi bahs, so'z Odam alayhisalom hali yaralmasdan turib boshlandi. Astagfiru billah id qala robbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Vaqtiki Parvardigoringiz farishtalarga men yer yuzida o'zimni xalifamni yaratmoqchiman dedi. Xalifa degan so'z bu o'rinbosar degan. Alloh azza va jallani yerdagi o'rinbosari degan. Yer yuziga hali odam demadi Alloh taolo, bashar demadi, o'rinbosar dedi. Ana shu Alloh taolo o'zini niyatini aytgan paytda siz bilan biz otamiz Odam alayhisalom bir marta aziz bo'ldi. Chunki nima deyapti Alloh? Meni o'rinbosarim. Davlatning birinchi rahbari podshohi bo'lsa, undan keyingi odam o'rinbosari bo'ladi. Ikkinchi odam bo'ladi. Alloh taolo siz bilan bizga shunday unvonni beryaptiki, yer yuzini meni hukmimni joriy qilishligi bilan yer yuzini obod qiladi. Meni hukmimni hayotda tatbiq qiladi. Shuning uchun o'rinbosar dedi. Bundan katta birodarlar, amal, bundan katta mansab bo'lmaydi. Har bitta erkak kishi Alloh taoloni xalifasi o'zini uyida. Ana shu 6 soti, 7 soti uyingizda to'rtta bolangiz, bitta xotiningizga xo'jayinmisiz? Allohning yer yuzidagi o'rinbosari bo'lasiz. Ya'ni Alloh azza va jalla ertaga qiyomat kunida ana shu to'rtta farzandingiz va xotiningizni ustida sizga savol beradi. Demak, yaralishlikning boshida Alloh taolo aziz qilib qo'yapti bu bandasini. Kim deyapti? O'rinbosar bo'lyapti.
Hali otamiz Odam alayhisalom bir marta alhamdulillah yoki bir marta subhanalloh demasdan Alloh martabasini qanday ko'taryapti. Biz shunday odamda bolalarimiz birodarlar. Allohning hukmlarini inson yerda tatbiq qiladi va yer yuzini obod qiladi. Uni hukmlarini tatbiq qiladi. Yer yuzini obod qiladi degan joy kelyapti birodar. Islom degani tarki dunyo, faqat oxiratga ishlaydi, dunyosini tashlab yuboradi degan gap emas. Yer yuzini obod qilish ham birodarlar, ana shu Alloh taoloning buyruqlaridan. Ya'ni o'tirgan joyda toza tutishingiz, yurtingiz iqtisodini ko'tarishingiz, ko'chani toza tutishingiz, yer yuzida yashayotganda hadislarda keladi, o'lmaydigandaqa ibodat qilinglar, o'lmaydigandaqa dunyoda ishini qilinglar, hozir o'ladigandaqa ibodat qilinglar dedi. Lekin ming afsus bo'lsinki, biz o'lmaydigandaqa dunyoda yashayapmiz, o'ladigandaqa ibodatni tashlab qo'ydik. Faqat bir tomonda obod qilishimizni ovora bo'lib qoldik. Ana shu 30 yil sizda ta'lim oldim dedi bir shogird ustoziga. 6 qator so'z o'rgandim. Shundan bittasi hammani uyi bor ekan. Meni uyim qabr ekan. Hamma uyini obod qilishga harakat qilar ekan. Men qabr degan uyimni obod qilishga harakat qildim dedi. Demak, ikki dunyoda obod qilishlik musulmonning vazifasi hisoblanadi. Jinlarga yer yuzini obod qilishlik vazifasi yuklatilmagan edi. Mana aytildi: "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun." Jinlarni va insonlarni faqat menga ibodat qilsin deb yaratdim, ulardan rizq so'ramayman dedi Alloh. Nimaga jinlarga yer yuzini obod qilishlik vazifasi yuklatilmadi? Jumhur ulamolarning fikriga ko'ra, eng aqlli jin 10 yashar inson bolasini aqllichalik bo'lar ekan, aqli. Qanday qilib obod qilsin? 10 yashar bola aqliga ega bo'lgan jin. Endi shunday odamlar yo'q emaski, jinlardan yordam so'raydigan, jinlardan panoh so'raydigan, ishlarini, yo'llarini ochib berishligini, qollarini ko'rib qo'yishida xohlaydigan odamlar bo'ladi. Birodarlar, ular ham siz bilan bizga o'xshagan zaif maxluq, balki bizdan ko'ra aqli ojizroq bo'lgan maxluqlar. Yer yuzini obod qilishida Alloh azza va jalla ularga yuklagani yo'q. Alloh taolo Odam alayhisalomni yaratdi va suratini go'zal qildi. Laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim thumma radadnahu asfala safilin. Biz insonni eng go'zal suratda yaratdik deydi. Mana ulamolardan bir kishining oldiga bir ayol kishi keladida, "Ey imom," deydi, "Erim menga sen agar oydan chiroyli bo'lmasang taraxsan" dedi. Talax tushadimi, tushmaydimi dedi. E'tibor bering. Oydan go'zal bo'lmasang talaxsan dedi. Shunda haligi imom domlamga, ustozimga boring deb ustoziga jo'natdi. Ustozim aytgan javobni menga aytib ketasiz dedi. Ayol bordi ustozining oldiga. So'zini aytuvdi: "Ey nodon ayol, sen oydan go'zal bo'la olamiding? Albatta talax tushadi. Talax bo'psan" dedi. Hali ayol xafa bo'lganicha birinchi kelgan imomning oldiga keldi. "Ustozingiz talax tushadi" dedi deb aytdi. Haligi imom yuringda ustozning oldiga oldi, to'la bordi, aytdi: "Ustoz talax tushadi debsiz. Talax tushmaydi." Ustozi nimaga tushmaydi? Axir inson oydan chiroyli bo'lamaydi desa, ana shu imom shogirdi ustozga aytayaptiki, "Ustoz," deydi. Alloh taolo "Laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim" degan oyatda biz insonni eng go'zal suratda yaratdik deyapti. Demak, eng go'zal surat insonda ekan. Oydan sen chiroylisan, talax tushmaydi deganda ustozi tan olgan ekan xatosini. Birodarlar, insonlar siz bilan biz ana shu yuzga qarab turib baho beradigan bo'lsak, qanaqa suratda bo'lmasin, albatta u eng go'zal suratda yaratilgan. Shu bilan ham bir marta arz bo'lmayapmizmi? Fi ahsani taqvim, eng go'zal suratda yaratdik. Farishtalarga Alloh taolo men yer yuzida o'zimni o'rinbosarimni yarataman deganida, farishtalar javob berib aytdiki: "Atajalu fiha man yufsidu fiha va yasfiku dima." Axir yer yuzida fasod tarqatadigan, nohaq qonlar to'kadiganni yaratmoqchimisan? Farishtalarda bu so'zi Alloh taologa e'tiroz emas edi. Istifhom, ya'ni so'rash ma'nosida edi. Axir biz seni o'g'lab turgan bo'lsak, senga tasbih aytayotgan bo'lsak, yer yuzida qon to'kadigan, gunoh qiladigan bandani yaratasanmi? Alloh taolo inni a'lamu ma la ta'lamun. Men sizlar bilmaydigan narsani bilaman.
Bu savolni farishtalar aytdik, e'tiroz qilib aytgani yo'q. Balki aniqlash uchun, bilib olish uchun berishdi. Farishtalar hech qachon Allohga osiy bo'lgan emas. Ibadun mukramun la yasuna robbahum va ma amarahum va yaf'aluna ma yu'marun. Ular hurmatli banda. Ular Robbilariga hargiz osiy bo'lmaydilar, balki Parvardigori buyurgan ishni so'zsiz bajaradilar. Farishtalarda bunday deyishiga sabab bor edi. Alloh taolo jinlarni yer yuziga tushirib, yer yuzida maskan qilib berib, ixtiyorni ularga berganida juda ko'p gunohlarni qilishdi. Nohaq qonlarni to'kishdi. Shunda Alloh taolo farishtalardan iborat qo'shin surib, mana o'tgan darsda aytdik, qirib yo'q qilib tashadi bularni. Qolganlarini dengizlardagi, okeanlardagi orollarga surib tashadi. Farishtalar uni ko'rgan edi. Ya'ni ana shunaqa jindaqa bo'ladimi u yaratganing? Axir biz senga tasbih aytyapmiz-ku deb aniqlash ma'nosida so'radi. Ikkinchi ma'nosi, yo biz Allohga hamd maqtov aytishlikda noqislik qildimiki, qilib qo'ydimmikin, Alloh boshqa bandani yer yuziga yarataman deyapti. Ikki xil ma'noda o'z ichiga oladi mana shu savol. Alloh taolo men sizlar bilmagan narsani bilaman dedi. Farishtalar o'zaro suhbatlashib aytishdiki, Alloh xohlagan bandasini yarataversin. Baribir biz Allohning huzurida hurmatli banda bo'laveramiz. Ilmli bo'laveramiz. Bar bizdaqa bo'lmaydi u deyishdi. Bunday deyishiga sabab bor edi. Chunki farishtalar butun koinot ishini tadbiq qilib turishardi. Yerda aylantirayotgan, bulut haydab kelayotgan, rizq bilan tarqatayotgan va ulardaqa ilmlik, ulardaqa Alloh taolaga so'zsiz itoat qiladigan bandalar haqiqatan yo'q edi. O'zaro aytishdiki, kim bo'lsa ham bizdaqa bo'lmaydi baribir. Men boshqachaman deb o'ylaymiz hammamiz, otamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, ya'ni insonning tabiatiga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam muomala, shular bir axloqni aytib o'tishimiz kerak. Amr ibn Os roziyallohu anhu musulmon bo'lgandan keyin ancha kech islomga kirgan. Xolid ibn Valid, Usmon ibn Talha, Amr ibn Os uchala bir amir bo'lgan, juda kuchli bir qo'mondon lashkari bosh bo'lgan sahobalar Hudaybiya sulhida kelib birdan iymon keltirishgan. Shunda Amr ibn Os payg'ambarimiz shunday bir zo'r muomala qilganini ko'rib turib, men Rasulullohga hammadan yaxshi bo'lib yursam kerak, chunki menga hech kimga qilmagan muomalasini qilyapti. Yo Rasululloh, sizga eng yaxshi ko'ringan odam kim desa, Oyisha degan ekan. Yo'q, erkaklardan aytyapman desa, uni otasi Abu Bakr degan ekan. Endi payg'ambarimiz axloqini ko'ringki, shunaqa yaxshi muomala qilganligidan men isключительныйman deyapti-da. Menman deyapti. Men hammadan men shunday narsani bera olgan payg'ambar alayhisalom. Yo erkaklardan aytyapman desa Abu Bakr deydi. Keyinchi desa Umar deydi. Keyinchi desa Usmon deydi. Deydi, bekar so'rabman deydi. Agar deydi davom etaversam, oxirida bo'lib qolishimdan qo'rqib to'xtatib qo'ydim. Bekar so'rabman. So'ramasdan hammasidan meni payg'ambarimiz yaxshi ko'radi yurganim yaxshi ekan. Rasulullohning axloqini ko'rib qo'yaylik. Bir shingil birodarlar. Har bitta sahobasiga personalni muomala qilgan. Har bitta sahoba o'zini boshqacha deb bilgan payg'ambarimiz oldida. Farishtalar baribir bizdaqa bo'lmaydi kim yaratsa ham, baribir biz boshqachamiz deyishdi. Dar haqiqat ular Alloh taoloning huzurida eng hurmatli, eng bilimdon mahluqlar edi. Alloh azza va jalla Odam alayhisalomni turpoqdan yaratmoqchi bo'ldi. Endi turli rivoyatlar bor. Hani o'tmendan yaratdi dedi. Biz u zaif bo'lgan rivoyatni olmaymizda, sahihini olamiz. Alloh taolo Odam alayhisalomni turpoqdan, yer jinsidan yaratmoqchi bo'ldi. Imom Ahmad, Imom Termiziy ibn Himmonlarda keltirilgan hadisda Alloh azza va jalla buyurdi farishtalarga, yer yuzida qanaqa turpoqni sorti bo'lsa, shundan bir qismini olib chiqildi. Sarig'i bor turpoqda, qattig'i bor, sho'ri bor, qorasi bor, yumshog'i bor, dag'ali bor. Mana shu turpoqdan Odam alayhisalom aralashtirib loydan yasaldi. Demak, odamlarning tabiatini xilma-xil bo'lishi nimasidan ekan? Turpoqdan ekan. Ya'ni bitta otadan 3 xil bola chiqishi mumkin tabiati, xarakteri. Bu nimasiga bog'liq bo'lyapti? Turpog'iga. Shuning uchun ba'zi bir birodaringiz injiqligini, ba'zi birodaringizni sholdir-shuldirligini turpog'idan deb qo'yib, nima qilib qo'ying? Kechirib qo'ying. Avf qiladigan bo'lsangiz, bu zaiflarga ihson deyiladi, rizqingizga baraka kiradi, birodarlar. Rizq aytib o'tmasangiz bo'lmaydi. Vaqtiki Alloh farishtalarga men loydan inson basharni yaratmoqchiman dedi. Va bu loyda Alloh taolo aralashtirdi va tinun lazib deyiladi. Yopishqoq loyga aylandi, bir-biriga qattiq aralashdi.
So'ngra Alloh azza va jalla Odam alayhissalomni o'zini ikki qo'li bilan yaratdi. Bir marta aziz bo'ldi. Qachon? O'zimni o'rinbosarimni, xalifamni yarataman degan edi. Bir marta aziz bo'ldi. Ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyaday. Ey iblis, nimaga men o'zimni ikki qo'lim bilan yaratgan bandaga sajda qilishlikdan bosh tortdi dedi. Inna ma'mruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fay. Alloh bir ishni qilmoqchi bo'lsa, shu ishga bo'l deydi, shu ish bo'ladi. Lekin Odam alayhisolamni ikki qo'lim bilan yaratdim deyapti. Yana xos muomalami? Bizi otamiz shunaqa birodarlar. Alloh taoloning qo'li haqida. Ahli sunna va jamoatning aqidasida Alloh taoloning qo'li bor deyilyapti mana. Nima deymiz bunga biz? Muattala, mushabbaha degan firqalar chiqib ketdi. Muattalalar aytishdi, Allohning qo'li yo'q dedi. Qo'li bo'lsa yelkasi ham bo'lish kerak. U beli ham bo'lish kerak. U bizga o'xshab qoladi. Allohning qo'li yo'q dedi-da, yo'q deganligi uchun Allohning qo'lini kofir olib ketishdi. Chunki Alloh taolo ikki qo'lim bilan deyapti. Biyaday deyapti. Lug'atni biladigan birodarlar. Ikki qo'lim bilan deyapti. Oyatni inkor qilishdi, kofir bo'lishdi. Mushabbahalar chiqishdi. Ha, Allohning qo'li bor. Bizning qo'limizga o'xshaganda Allohning qo'liga sifatni belgilab qo'yishdi. Ular Allohning qo'liga sifat bergan uchun kofir bo'lib ketishdi. Bizni tutgan mavqifimiz qanaqa bo'ladi? Allohning qo'li bor, kayfiyatini Alloh o'zi biladi. Demak, Alloh ikki qo'lim bilan yaratdi dedi. Qo'li borligiga iymon keltiramiz. Qandaligini Alloh biladi. Laysa kamithlihi shay'un va huwas samiul alim. Alloh taologa hech bir o'xshaydigan narsa yo'q. Ya'ni Alloh eshituvchi, biluvchi bo'lgan zot. Eshitish qanaqa, bilish qanaqa kayfiyati bizga berilgan emas. Alloh taolo Odam alayhisalomni timsol, haykal suratda yasab tashab qo'ydi. Bir necha kun yoki bir Alloh xohlagancha muddat tashab qo'ydi. Mana tuproq, loy, yopishqoq loy va musavvar jism, timsol holati, solsol, qurigan, qatigan loy holatida haykal bo'lib turdi. Odam alayhisalomni Alloh azza va jalla bo'yini 60 metr qilib yaratdi, sahih hadislarda kelgan. 60 metr, yelkasining kengligi 7 metrda bo'lgan rivoyatlar bor. Ya'ni va ma xalqu va ma zalal xalqu yanqusu munzuzak. Rasululloh aytdi, ana shu kundan boshlab va ma zalal xalqu yanqusu munzuzak. O'sha kundan boshlab insoniyat kichayishga qarab ketadi deydi. Dalil kerakmi? Muzeylarga borsanglar 500 yil burun odamlar kiygan kiyimlari, ushlagan qilichlari bor. Ha? 2 sopli, 3 sopli deb o'rtasidagi ritsarlarning qilichini qarasangiz, u bitta qilich ko'tarib kechgacha chopishgan. Biz ikkitamiz ham ko'tara olmaymiz. Nimani belgisi bu? Siz bilan biz mana yosh katta oqsoqollar o'tiribdi. Otalarimizni eslaylik, opa-dodalarimizni. Qanaqa bir gavdalik, ularning ushlagan ketmonini biz o'rnidan ko'tara olmaymiz kerak bo'lsa, lekin kechgacha ketmon chopgan. Insoniyat qiyomatgacha kichayib borishligi mana shu hadisdan hujjat olinadi. 60 metr bo'lgan bo'yi, ana shu kundan boshlab insonlar kichayishni boshladi. Bir avlod keyingi avloddan kichayib ketaveradi. O'zimizdan ko'rib turibmiz, birodarlar. Jannat ahllarining bo'ylari ana shu Odam alayhisolamning bo'yi 60 metrda bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana Imom Ahmad rivoyat qilgan hadisda aytgan ekan, odamning bo'yi 60 metr edi, ziroati yana 7 metr, 7 ziro edi. Imom Muslim Ahmadda keltirilgan hadisda Rasululloh aytadi, Alloh odamni yaratib, yasab, shakllab bo'lgach, bir muddat o'z holiga tashab qo'ydi. Ruh kirgizmadi. Qala lamma xalaqallohu Adam tarakahu ma sha'an yada. Haykal holatda turdi. 40 kun deyiladi, vallohu alam. Iblis jannatda edi. Iblis farishta emas edi. Iblis layin emas edi hali. Yer yuzida rivoyatlarda keladi, ana shu jinlarning ichidagi eng taqvoligi, eng ibodatga polvon bo'lganligidan Alloh azza va jalla uni ikroman, hurmat qilgan holda jannatga olib chiqib qo'ygan edi. Allohning makridan faqat fosiq qavmlar g'ofil qoladi. Jannatga kirganda ham Alloh xolisa makr bilan chiqarib olgan ekan shu yerdan. Iblis keldida hasad qildi. Kim bu dedi? Nima uchun yaraldi? Har tomondan aylanib ko'rdi. Hadislarda keladi, iblis kelib tepib ko'rdi Odam alayhisalomni. Shunda ovoz chiqdi. Odam alayhisalomning qorni bo'sh edi.
Haykal xonni bo'sh edi. Ovoz chiqqani ko'rdida, Odam alayhissalomni ichi g'ovak bo'm-bo'shligini ko'rdida, quvvat yo'qligini bildi. Ibn Abbos Tabariyda keltirilgan rivoyatlarda odam shakllangan, yaralgan holda 40 kun ruhsiz holda turdi. Shayton keldi, ko'rdi, qo'rqdi, hasad qildi. Farishtalar ham qo'rqishdi. Oyog'i bilan tepib ko'rdi, undan ovoz chiqdi. Odamni og'zidan kelib orqasidan chiqdi iblis. Ichini bo'shligini ko'rdi va farishtalarga aytdi, undan qo'rqmanglar. Agar Alloh uni menga bo'yin sundirib qo'ysa, uni halok qilaman. Agar meni unga bo'yin sundirsa, bo'yin sinmayman dedi. Niyat qaranglar-da. Hasad, kibrdan burun hasad bo'lyapti birodarlar gunoh. Hasaddan boshlanadi ko'p narsa. Keyin kibr qilasiz. Va hamma hayron bo'ldi. Nima uchun yaraldi bu yangi mahluq? Kimligini bilmaydi. Necha martasi bo'ldi? Jumatdami? Uyqusiryapti shekilli. So'ngra Alloh azza va jalla Odam alayhisalomga ruh kirgizdi. Fa iza sawaytuhu va nafakhtu fihi min ruhi faqau lahu sajidin. Qachonki men uni yaratib, tekislab, shakllab, o'zimni ruhimdan puflab kirgizganimda, unga sajda qilgan holda yiqilinglar. Mana endi shu marta bo'ldi. Nimamdan deyapti Alloh? Ruhimdan deyapti. Birodarlar, siz bilan bizdagi tirik turgan ruh, bu Allohning ruhidan ajrab chiqqan ruh, birodarlar. Mana bu jasad. Bu turpoqdan bo'lgan, yerdan bo'lgan. O'lganimizda kirib ketadi. Inson o'lganda yerdagi yerga, osmondagi osmonga ko'tariladi. Nima o'lmaydi? Jasadmi, ruhmi? Allohu la ilaha illa huval hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun va la nawm. Allohda na uyqu oladi, na mudroq oladi. Ruh uxlamaydi, birodarlar. O'lmaydigan, uxlamaydigan, mudramaydigan Alloh azza va jallaning ruhidan chiqib bizga kirdi. Bizni aziz qilgan narsa ham shu ruh, birodarlar. Shu ruhni Alloh taolo kiyintirib qo'ydi mana jasad bilan. Qiyomatda Alloh taolo boshqatdan turpoqdan chiqarib kiyintirib qo'yadi bu jasadga. Jasadni ehtiyot qilib, ruhni qiynamaylik, birodarlar. Namozda turganda rohat oladi. To'g'ri, oyog'imiz tolyapti, belimiz tolyapti, chiqib ketib qolyapti chidamasdan. Ishlatib qolish kerak bu jasadda. Bu ruhning rohati uchun. Hadislarda keladi. Mana quyidagi hadisda Odam alayhisalomga ruh kirishlik tafsilotlari keladi. Alloh taolo Odam alayhisalomga ruhni boshidan kirgizdi. Birinchi bo'lib ko'zi ishladi. Jannatdagi mevalarni ko'rdi. Aqli ishladi. Pastga qarab keldi. Mana shu joyga kelganda Odam alayhisalom bittasi bo'ldi. Shunda farishtalar alhamdulillah deng deyishdi. Odam alayhisalomda birinchi og'izdan chiqqan so'zi alhamdulillah bo'ldi. Alhamdulillah ibodatlarning ibodati, birodarlar. Inshaalloh keyingi suhbatlarda alhamdulillah qanaqa ibodatligini gapirib beramiz. Alhamdulillah dedi. Voy demadi. Alloh azza va jalla javob berdi. Rahimaka robbuk. Robbing senga rahmati bo'ldi. Necha marta bo'ldi? Qaranglar, otamiz qanaqa inson bo'lgan. Qanday banda bo'lgan. O'sha otamizni farzandimizimiz haqiqiy. Bir gunoh qo'yib turib, kullu bina adama xatton va kullu xayrul xattoina tawwabun deymiz. Nima deymiz? Xato qiluvchilarni odam bolasi borki xato qiladi, xato qiluvchilarning yaxshisi tavba qil. Birodarlar, otamizga ergashsak, otamiz bir marta xato qilgan. Bir marta shu mevani yeb qo'ygan. Qaytib gunoh qilmagan. Ras otamizni farzandi bo'ladigan bo'lsa, gunohni kamroq qilaylik. Har safar gunoh qilib turlar, yaxshi qiluvchi, tavba qiluvchi. Qilmaslikka harakat qilaylik, birodarlar. 4-marta Allohning rahmati bo'ldi. Ruh Odam alayhisolamning qorniga yetganda, qorni ishga tushdida, jannatda mevalarni ko'rdi, yeyish kerakligini tushundi, hali jon oyog'iga yetmasdan turib intilib oldi. Shoshilib ketdi. Otamizdan bu ham. Bir narsani mo'ljallasak yetguncha bo'lmay ketamiz-ku. 30 burni kutib shoshilyapmiz-ku, birodarlar. Shoshilsak ham, shoshilmasak ham Alloh bergan kun bo'lishiga iymon keltirdingmi? Shoshilmang. Shoshilmang. Kim aytgani bo'ladi? Xotirjamlik shu emasmi? Odam alayhisalom shoshib olgan ekan. Xuliqal insonu min ajal. Alloh taolo inson shoshqaloq deyapti.
shoshib ketamizda, bo'lmayapti. Duo qildik, necha yillar o'tsangiz bo'lmayapti. Birodarlar, duo qilaveringda. Bo'lmayapti desangiz pishib qolishi mumkin. Turibdi, tushish kerak. Shuncha so'radim, bermadi dedingiz. 50 yildan bermadi dedingiz. Bo'ldi, tushmaydi endi. Inson o'layotganda ham xuddi shuni aksi bo'ladi, birodarlar. Jon oyoqdan chiqishni boshlaydi. Yaxshi bilamiz, oyog'i muzlab qopti deymiz, oyog'i nima deymiz? Ishib qopti deymiz. Xuddi shuni teskarisi bo'ladi. Ruh qanday kelgan bo'lsa, chiqishlikda xuddi o'shunday teskari yo'l bilan oyoqdan boshlab chiqishni boshlaydi. Va mana ba'zida shunday bir ulamolar gaplari keladi, inson mana shu o'lganda ko'ramiz, haligi kinolarda ko'ramiz endi. Ko'zi shuni osmonga qarab qoladi. Ruhini chiqib ketayotganini ko'rar ekan ko'z oxirgi marta. Ruhini ko'rar ekan o'zi. Oho, hali qancha bor unda deymiz-ku. O'rtacha bir 70 ga kirsam, kim biladi birodarlar? Kim biladi 70 ga kirishimizni? Alloh subhanahu va taolo Odam alayhisalomga jon kirgizib bo'lgandan keyin umurtqasini o'ng qo'li bilan siladi. Va qiyomatgacha, ana shu lahzadan boshlab qiyomatgacha yashaydigan odamlarning ruhini bir vaqtda yaratdi. Bu yerda o'tirganlar yosh qancha bo'lishidan qat'iy nazar ruhimiz teng ekan. Odam alayhisalomning birinchi farzandlari va oxirgi qiyomatgacha yaqin tug'iladigan farzandlarning ruhi bir vaqtda Alloh taolo bo'ldi, hamma ruhlar bir vaqtda yaraldi. Endi dunyoga kirishlik tartibi Alloh taolo taqdir qilib qo'ygandaqa birimiz burun, birimiz keyin dunyoga kelamiz. Alloh azza va jalla mana shu o'rinda bandalar bilan misoq tuzdi. Musulmonmisan? Alhamdulillah musulmonmiz. Musulmonman. Kimning millatidansan? Kitobing nima? Xudoy nima? Qachondan beri musulmonsan desa, al-misoqdan beri deymiz. Al-misoqning ma'nosi nima desa, haligi tez qator bo'lib qo'ygan, yodlatib qo'ygan kattalarimiz. Al-misoqning ma'nosi nima desa, ruhlar balo degan kuni. Nima degani? Mana shu misoqni gaplashamiz inshaalloh. Yine to'xtatamiz. Va id akhadha robbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum va ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqula yawmal qiyamati inna kunna an hada ghafilin aw taqula inna ma ashraka aba'una min qablu wa kunna zurriyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun. Qiyomat kunida Allohning oldiga borganda bir banda, men eshitmagan ekanman bularni. Menga birov aytmagan ekan der ekan. Biror bir qavm bo'lmaydi, magar ichida albatta oxiratda ogohlantiradigan nazir, ogohlantiruvchisi bo'ladi deyildi. Endi bir banda eshitmadi ham deylik. Ruh ana shu paytda yaratib qo'yib turib, hammamiz ruhimiz Alloh taolo alastu bi robbikum. Men sizlarni yo'qdan bor qilgan Robbinglar emasmanmi deganda hammamiz bir ovozdan ha, biz guvohmiz sen bizni yo'qdan bor qilganligingga deb javob berganmiz. Kim eslay oladi shuni? Islomiysizlar, men ham islomiyman. Chunki agar buni eslaydigan bo'lsak, bu qanaqa bir imtihon bo'lib qoladi. Alloh taolo aytayapti, mana biz guvohlikka o'tdik. Qiyomat kunida biz bu narsalardan bexabar ekanmiz. Otalarimiz mushrik bo'lgan ekan, otalarimiz qilgan gunoh tufayli ana shu ahmoq bo'lgan odamlarga ergashganligim uchun azoblaysanmi demasligimiz uchun senga hozir so'z beryapmiz. Ya'ni har bittamiz bittadan eslaymiz birodarlar qiyomat kunida bergan so'zimizni. Ana shu payt misoq deyiladi. Ruhlar Parvardigori bilan ittifoq qilgan, dogovor qilgan kuni misoq deyiladi. Qachondan beri musulmon ekanmiz? Al-misoqdan beri. Al-misoqning ma'nosi nima ekan? Hammamiz ha Parvardigor, sen bizni yo'qdan bor qilgan Robbimizsan, bizga hech qanaqa uzr qolmadi degan kunimiz. Demak, hech kimga qiyomat kunida uzr qolmaydi. Alloh azza va jalla mana Hazrat Umar rivoyat qilgan hadisda Rasululloh aytadi, Alloh odamni yaratdi va o'ng qo'li bilan uni zohirini siladi va qiyomatgacha yashaydigan zurriyatni chiqardi va dedi Alloh. Ana ularni dedi, jannat uchun yaratdim. Mana bularini do'zax uchun yaratdim dedi. Ruh bo'lib turgan paytda Alloh taolo bo'lib qo'ydi. Mana qismi jannatga, mana qismi do'zaxga dedi. Biz nomoya amalimizni o'ng qo'limizdan olib,
jannatligimizni xabarini topmaguncha hech qachon xursand bo'lishga haqqimiz yo'q. Shundaymi? Va amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ya layta ya ha'umqra'u kitabiya. Ammo kim kitobini o'ng qo'lidan bersa dedi Alloh taolo. Kitobini oladida xursand bo'lib ko'ringlar. Mana Alloh menga kitobni o'ng qo'ldan berdi. Va amma man utiya kitabahu bi shimalihi. Ammo kim kitobini chop qo'lidan bersak, o'ng qo'ldan chop qo'ldan olinadi. Ana shu kun kelguncha hech kim xursand bo'lib xotirjam bo'lishga haqqi yo'q. Shunda bir kishi so'radi, "Ya Rasululloh" dedi. "Kimi jannatga, kimi do'zaxga borishi hal qilinganmi?" "Ha" dedi Rasululloh. "Unda nima qilamiz qiylar amal qilib?" dedi. Kitobimizga suyanib, yozib qo'ygan narsaga suyanib yotib olmaymizmi? Meni jannatga bo'lganimni yozgan bo'lsa, men dod desam, faryod desam, jannatga kiraman ekan. Shundaymi? Shunday. Men har qancha amal qilsam, agar do'zaxligimni yozgan bo'lsa, do'zaxga kirib ketolman ekan. Shundaymi? Unday emas, birodarlar. Amalu kullun muyassar liman xuliqa dedi Rasululloh. Yo'q dedi, amal qilinglar dedi. Har kim dedi, diqqat qilaylik. Qayoqqa yozilgan bo'lsa, shu yoqqa olib boradigan ishlarni qilishlikni oson qilib qo'yadi u uchun. Tushuntirib oladimmi? Bemalol kechqurun turib namoz o'qiy olasiz. Bemalol 50 yerda bir 100 dollar turganda oxlab o'tib keta olasiz. Bemalol ko'zingizni shuni yerga olib qocha olasiz, zino bo'layotganda ko'z zinosi. Bemalol televizionni tishlab qora olasiz. Bemalol Qur'oningizni ochib televizionni o'chirib qo'ya olasiz, bemalol Qur'oningizni o'qiy olasiz. Va aksincha, bir bandani Alloh do'zaxga yozgan bo'lsa, uni hech kim bilmaydi. Xuddi jannatga yozganini bilmagandek. Lekin bu do'zaxiy ishlarni qilishlik bilan mashg'ul bo'ladi, do'zaxiy ishlar qilishlik bunga oson bo'ladi. Ba'zida yerda ketayotgan qo'ng'izni bosib olsangiz, inson qanaqa bir ichingiz ezilib ketadi. Beqasd qildingiz, lekin ichingiz ezilib ketadi. Endi odamlarga ochiq zulm qilayotgan odamni ko'rganda nima deysiz? Yo'q, Alloh biladi, buni ayta olmaymiz do'zaxligini. Demak, ba'zi odamlarga do'zaxning ishini qilish oson bo'lar ekan. Ba'zi odamlarga jannatning ishlarini qilish. Demak, tekshiraylik birodarlar. O'zimizga savol beraylik. Qaysinisi oson bo'ladi? Yana noaniq kimga qayerga borishligi biz uchun Alloh azza va jalla o'zi biladi. Xulosa birodarlar, har bir inson o'ziga qaysi tomon yozib qo'yganligini bilmaydi va har bitta insonda ixtiyor bor. Indalloh shu gapda. Ixtiyoringiz bilan jannatni ishlarni qiling, jannatga kiring, ixtiyoringiz bilan do'zaxga ishlarni qiling, do'zaxga kiring. Lekin jannatni ishlarni ixtiyoringiz bilan qilayotganda ham kerilmang. Chunki innamal a'malu bil xawatim. Amallar xotimasiga qarab o'lchanadi. Bu o'tirishimiz hech narsa emas. Ketar soatda shunday holatda ketmasak, bu o'tirishimiz hech narsa emas. O'shuning uchun o'zimizga katta baho berib, xotirjam bo'lib qolmaylik. Necha martasi bo'ldi? Birinchisi, o'rinbosarim dedi. Ikkinchisi, qo'li bilan yaratdi. Uchinchisi, o'zining ruhidan kirgizdi. To'rtinchisi, rahimaka robbuk dedi. Mana Alloh subhanahu va taolo Odam alayhisalomni yaratib, farishtalarga va iblisga ham Allohga, Odam alayhisalomga sajda qilishlikka buyurdi. Astagfiru billah. Va laqad xalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa lam yakun minas sajidin. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Vaqtiki Alloh taolo mana dar haqiqat sizlarni yaratdik, so'ngra sizlarga surat berdik, so'ngra farishtalarga odamga sajda qilinglar dedik. Bas ular sajda qildilar, faqat iblis bosh tortdi va sajda qiluvchilardan bo'lmadi. Alloh iblisga senga buyurgan vaqtimda seni sajda qilishlikdan nima to'sdi? Odam alayhisalomni xalifa deganda bir marta aziz qilgan edi. Qo'li bilan yaratganida 2 marta aziz qilgan edi. Aksi urganda rohimaka robbuk deganda 3 marta aziz qilgan edi. Yana ruhimdan deb ruhidan kirgizgan paytda aziz qilgan edi. Endi Alloh taolo sajda qilishlikka buyuryapti. Farishtalarga. Odam alayhisalomni hurmat qilishlik yuzasidan bu ibodat sajdasi bo'lgan emas, ikrom sajdasi, hurmat sajdasi bo'lgan. Demak, Alloh taolo farishtalarga sajda qilishlikni buyurgandek, iblisga ham sajda qilishlikka buyurdi. Shunda iblis aytdiki, qolana xayrun min xalaqtani min narin va xalaqtahu min tin. Men undan yaxshiroqman dedi, sajda qilmaganligini sababini aytdi. Uni turpoqdan, loydan yaratding, meni o'tdan yaratding. Mana shu joyda birodarlar, gunohni, hamma gunohlarda asli mana kibr deb aytadi ulamolar.
Chunki insonning qalbida kibr bo'lgandan keyin asta-sekin gunoh qilishga o'tadi. Har qaysi odam mana aytganmiz, hali chervozlik degan darsimiz o'tganimizda, o'zini ro'parasidagi turgan odamdan qaysidir bir tomonlarning ustunda bo'ladi, ro'parasidagi odamdan o'zini albatta baland deb biladi. Yo puli ko'p, yo aqli ko'p, yo kuchi ko'p, albatta nimangizdir baland nazaringizda. Iblis ham o'zi haqida shunday fikrda edi. Men undan yaxshiman dedi. Birodarlar, Allohning huzuriga borganda bilamiz kimdan yaxshiligi. Inna akramakum indallohi atqakum. Ilmlilar ham demadi Alloh. Allohning huzurida hurmati balandinglar, Allohdan ko'proq qo'rqaninglar dedi. Iblis jannatga kirgan edi. Lekin ana shu kibr degan kasal bor edi. Mana jannatda turib ham gunoh qildimi iblis? Gunoh qildi. Bandalarini Alloh taolo jannatga kirgizganda mu'minlarni birini darajasi albatta ikkinchisinikidan farqli bo'ladi. Mana hadislarda keladi, jannatda 100 etaj deyilgan. Insonlarda qilgan amallariga qarab ana shu joy belgilanadi. Hadislarda keladi. Bir qoriga Qur'on yodlagan kishiga jannatga eshik tagida o'qing deyiladi. Qur'on o'qishlikni boshlashligi bilan darajasi ko'tariladi-da, oxiriga yodlagan oyatiga to'xtaganda shu yetgan joyi shuga kiriladi. Demak, Qur'on yodlashlikka haris bo'lishimiz kerak. Demak, jannatiylarda darajalari har xil belgilanganda, pastda turganlar tevadagilarni baribir havas qilar ekan ozgina. Bar ko'proq tekkanda ularga degan. Lekin birodarlar, jannatda bunaqa muammo bo'lishi kerak emas. Jannat haqida o'zi inshaalloh mana qadr kechalari kelyapti, shu to'g'rida gapiramiz inshaalloh. Batafsilroq. Jannatda muammo bo'lmaydi birodarlar. Hattoki bir birodaringiz uyga borib turib kirmoqchi bo'lsangiz, xo'sh bo'lib turing deyish kerak ahliga. Shundaymi? Ayol kishilar ko'rmaslik uchun shu ham bir mushkulami dunyodagi? Jannatda bir jannatida Alloh taolo huri bilan o'tirgan bo'lsa, ikkinchi birodari kiravermaydi deyishligi ham muammo bor. Shunda kirib kelishligi kerak. Alloh qanday hal qilib qo'ydi buni? Ana shu huri o'zini hojasiga ko'rinar ekan, boshqa hech kimga ko'rinmas ekan.